Bizani agrobankimiz mana shu tumanda Sariq markaga biriktirilgan. Shu yerda bizani agentimiz bor, mahalla bankimiz bor. Mana shu Sariq mahallasida yashagan aholilarni tadbirkorlik bilan shug'ullantirish, ularga shu moliyaviy ko'mak berish, loyihalarni ko'rsatish, yo'naltirish bo'yicha doim mana shu agrobank birgalikda mahalla faollarining mahalla raisi, hokim yordamchisi, agent mahalla bankida hammamiz hamkorlikda ishlab nima deydi, moliyaviy qo'llab-quvvatlab kelamiz, yo'nalish ko'rsatamiz. Masalan, hozir yoshlarimiz bo'yicha ham bir qancha nimalar prezidentimiz qarorlari bor, 60-sonli qarorlari, 61-sonli qarorlari bor. Bundan tashqari o'sha mahallada endi tadbirkorlik boshlayman deganlar uchun biznesga birinchi qadam degan mahsulotimiz bor. Keyin biznesga ko'mak, mahalla loyihasi kiritlarimiz bor. Misol uchun hozir kimdir masalan harakat qilyapti, o'qishga kirishga, to'g'rimi? Xohlasa harakat qilib o'qishga kirsangizlar, o'qishlaringizni davom ettiraverasizlar. Kimdir o'qish bitirib keladida, keyin o'sha tadbirkorligini boshqarmoqchi bo'ladi, o'zi nimadir ish qilmoqchi bo'ladi. O'shalarga birinchi navbatda bitta narsa, bir ishni boshlamoqchi bo'lsangizlar, nima kerak bo'ladi? Asosiysi loyiha kerak bo'ladi, mablag' kerak bo'ladi o'sha loyihaga. Shuning uchun kimdir o'qib keladi, o'zini biznesini yo'lga qo'ymoqchi bo'ladi. Masalan, nimadir ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Masalan, suv ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchisizlar. Ertaga nima bo'ladi? O'shanga texnologiya kerak, biznes reja kerak, mablag' kerak bo'ladi. O'sha mablag' kerak bo'lgan paytda bank doim nima qiladi? Yordam beradi, sizlarga o'sha moliyaviy ko'makchi bo'ladi. Ya'ni kredit ajratadi, kam foizda. Erta o'sha faoliyatlaringizni yo'lga qo'yganlaringizdan keyin sekin-sekin kreditlaringizni uzib borasizlar.